Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugungi navbatdagi yurist bilan yuzma-yuz ko'rsatuvimiz sonida demak bir inson 5 yilga hukm o'qilgan, qamalgan, ularni manfaatini himoya qilib, ular uchun kurashayotgan opalari va ayollari kelib bizdan maydon so'rashdi. Biz buni gapirmasak bo'lmaydi va biz oxirigacha kurashamiz deyishdi. Faqat bir joyni aytib o'tay, ular iltimos qilishdiki, yuzimizni yopib beringlar deyishdi. O'shaning uchun bu narsaga e'tibor bermaysizlar, yuzlari yopilgan holatda turibdi. Assalomu alaykum Umid opa, Yulduz, yaxshimisiz? Yaxshi keldinglarmi? Xo'p, nima gapinglar bor? Nimadan ko'nglinglar to'lmayapti? O'zbekistonda hozirgi paytda huquqni muhofaza qiluvchi organlarda va sud tizimida juda ham ko'p adolatli holatlar bo'lib turibdi. To'g'ri, ish bor joyda kamchilik bo'ladi. Hammani ko'nglini birday olish imkoni yo'q. Qaysi joylarda sizlarni ko'nglinglar to'lmadi? Nima bo'ldi o'zi? Holat bo'yicha bir qisqacha aytib bersanglar. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Men bugun Azim Alisherning opasi bo'laman. Bir nima bo'yicha sizlarga ma'lumot bermoqchi edim. Ukam o'sha bir ish bo'yicha 5 yilga qamalib ketdi. O'sha sud ishidan norozi bo'lganimiz uchun shu adolat istab biz bu yoqqa chiqdik. Xo'p, 5 yildan keyin sizlar keyingi instansiyalarga ham murojaat qilgan ekansizlar, bilishimcha. Ozmi ko'pmi adolatga erishgansizlar, muvaffaqiyat qozongansizlar. U nima bo'ldi o'zi? Shundan keyin ham baribir kurashda to'xtamayapsizlar. Biz birinchi suddan keyin 5 yil 1 oyga qamoq jazosi berildi va undan keyin biz kassatsiyaga murojaat qildik. Kassatsiya bizni qaysidir ma'noda bergan murojaatimizni inobatga oldi va bu muddatni qisqartirdi. 3 yil 1 oyga muddatga qisqartirdi. Buning uchun sudlarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat kattakon, lekin biz yana norozimiz, chunki bu insonni nohaq deb o'ylamaymiz biz, aybsiz deb o'ylaymiz va shu aybsizliklarni isbotlamoqchimiz va chekinmaymiz, oxirigacha Oliy sudgacha boramiz. Xo'p, mana siz turmush o'rtog'ingiz uchun kurashyapsiz. Ayol boshingiz bilan. Nechta farzandingiz bor? Bitta farzandimiz bor. Necha yosh? 2 yosh, hali voyaga yetmagan. Bitta farzandni onasi, yolg'iz o'zingiz mana opalari bilan birlashib kurashyapsiz. O'zi nima bo'lgan holat? Nimadan norozisiz? Nimadan ko'nglingiz to'lmayapti? Bu juda katta yutuq hisoblanadi. 2 yilga qisqartirib yuborgansiz. Ya'ni 2 yil olib tashalgan, 3 yil 1 yilga tushgan. 5 yildan 3 yilga tushishi bu katta natija hisoblanadi. Yana nima uchun ko'nglingiz to'lmayapti yoki qaysi joylari sizlarga bir ko'nglingizni to'ldirmayapti? Xo'p, holat yuzasidan holat 2025-yil 10-sentyabr kunidan boshlangan. Endi xo'jayinimlar o'sha hammaga mashhur bo'lgan Toshkent City Shayxontohur tumanida joylashgan. O'sha yerda xonadonlarni kunlik ijaraga berish bilan shug'ullanadilar. Ya'ni xonadonlarni ijaraga oladilar va uni yurgizadilar. OLX va Booking platformalari orqali mijozlar topib, ularni o'sha xonadonlarga ijaraga qo'yadilar. Kunlik ijara bilan shug'ullanadilar. Men o'ylaymanki, bu sohada hozir ayni damda hamma faoliyat olib boryapti. Bu qandaydir qonunga zid emas, qonuniy faoliyat turi hisoblanadi deb o'ylayman va shu bilan shug'ullanadilar. Ya'ni kunlik ijara bilan. Holat 2025-yil 10-sentyabrdan boshlangan. O'sha kuni bir notanish shaxs telefon qilib, soat 4larda men o'sha hujjatlarni batafsil o'rganib chiqqanman. 4larda telefon qilgan va kunlik ijaraga uy so'ragan. Buni natijasida erim o'sha kuni kunlik ijarada uy yo'q degan va u inson 11-sentyabr kuni yana telefon qilgan va o'sha paytda uy bo'lganligi uchun ha uy bor, lekin oldindan endi zakovat berish kerak deganlar. Lekin u inson menda plastik kartamda pul yo'q, men buni borgandan keyin beraman, zakvatni naqd ko'rinishda beraman pulni deganlar. Undan keyin o'sha 11-sentyabr kuni u inson hech qanaqa zakovat bermagan, shunchaki kechki soat 6-7 taxminlarda kelgan va telefon qilgan. Men keldim. Keldim, naqd ko'rinishda pulni bermoqchiman, uyga kirmoqchiman degan. Endi men sizni kelishingizni rejalashtirmagandim. Boshqa uy egalari bilan ishlayapman, siz kutib turing deganlar. Va shundan keyin u inson ozgincha kutgan, charchagan, qayta telefon qilavergan. Men charchadim. Menga o'sha uyni bering tezroq degan. Va shundan keyin erim bo'ldi, unda o'sha poyondozni tagida, o'sha kovrik deymiz, endi o'shani tagida kalit bor, kalitni oling va uyga kiravering deganlar. Shundan keyin u inson olgan, uyga kirgan va soat bu endi 7larda botgan bo'lsa bu ish, soat 10larda ular ishlarini bitirib kelyaptilarda, ulardan o'sha pulni olib,
pulni olganlar o'sha misol kunlik ijara haqqi bo'ladi-ku